Endi bir sehrgar bir insonni sehr qilaman desa, ana shu sehr qilinayotgan insonni bir a'zosi kerak bo'lar ekan. Yo tirnog'i, yo sochi, yo surati, o'shaning uchun ham har bir rasmga tushirmaslik kerak. Surati bilan ham sehr qilish mumkin. Xudo saqlasin. Yo rasmi kerak bo'lar ekan, yo bir a'zosi kerak bo'lar ekan, yo tirnog'i, yo sochi kerak bo'lar ekanda. O'shaning uchun u ayollarga ham aytinglar, u kesilgan sochlarni lo'lilarga sotmas kerak. Olingan tirnoqlarni u poltaga tashlamas kerak, ko'mish kerak. Ayollarning ichida bir bidat gap bor ekan. Ayollarning ichida emas, u erkaklar ham ko'tarib bu gapni. Nimamish olingan tirnoqni poltaga tashlash kerak. Polni orasi ochiq bo'ladi. Erkak nima qiladi? Tashlab ko'ming. Iloji bo'lsa ulug'lar aytadiki, mana sochingizni oldingizmi, tirnog'ingizni oldingizmi, uni ikkiga bo'lib qo'yish kerak deydi. Olingan tirnoqni ham bir xil yo'ldan butun oladi tirnoqni. Butun oldingizmi, ikkiga bo'lib oling tirnoqni. Sochingiz to'kildimi, boshingizdan o'shani ham bir 3 ga 4 ga bo'lib olish kerak deydi. Chunki qachondir u siz a'zoyingiz, tirnog'ingiz yoki sochingiz qanaqadir bir sehr, ya'ni Xudo saqlasin, bir yomon insonni qo'liga tushsa, sehr qila olmay qoladi deydi.